Yuring, mana shu xastasiz yurib bering. Menga qarab keling. Menga qarab keling. Kelavering. Og'riq yo'q-a, opa? Hamma yo'g'ingiz yaxshi. Protezdan oldin endi rosa hayotim yomon edi. Yurolmasdim, qo'ltiq tayoqda edim. Hali yurib turib bitta joyda bo'lib qolsangiz rosa qiyin ekan. Keyin bittasini operatsiya qildim, ancha yengillik bo'ldi. Oradan o'sha 1 yil bo'lmay yana ikkinchisini operatsiya qildirdim. Xudoga shukr, mana yaxshi o'zim bemalol yuribman. Chanoq son bo'g'imni totalinda protezlash operatsiyasini o'tkazganmiz. 8 oy bo'lyapti. 8 oy oldin ham, undan 8 oy oldin ham 10 gini qo'yib bergan edi. Ikki tomonlama idiopatik ko'ksartroz bo'lishgan edi. Covid kasalligini asorati deb tashxis qo'yganmiz. Xulosamiz shu bo'lgan. Coviddan keyin kelib chiqqan bu kasallik og'ir o'tkazganlar, shuning uchun quymichlarida hozir muammo yo'q. Navbatdagi ko'rikka kelganlar Faqat oldimda bitta odam bo'lardi oldin. Ko'chaga chiqqan qo'rqardim, avtobuslarga chiqqan qo'rqardim. Necha yil yurolmadim avtobuslarda. Mana to'y chiqqa boryapsiz, oldin shu chap oyog'ingiz bukalmasdi, yozolmasdi, og'ir holatda. Bitta qizingiz yoningizda edi-da. Va uydan kelib bitta qizingiz sizga qarardi, yosh bolasini berib. Mana o'zingiz yuryapsiz. Noshkalaringiz, chashkalar juda yaxshi turibdi. Yaxshiman, Xudoga shukr. Agar mendaqa kasallar bo'lsa, qo'rqmay operatsiya qildirishsin. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, mana Xudoga shukr. Hamma joyga boryapman. Mana hozir pasport oldim, endi Xudo xohlasa umraga bormoqchiman. Bukamiz og'riqlaringiz yo'q-a? Yozamiz o'ng tomonlarini. Bukamiz og'riqlaringiz yo'q. Juda yaxshi. Oyoq kaftlarni o'zingizga tortingchi. Torting o'zingizga. Yo'q, kaftini o'zini torting. Bunisini ham torting, o'ngini ham. O'ng oyog'ingizni tevaga ko'taramiz. O'ng oyog'ingizni ko'taring, tushiring. Endi chapini ko'taring. Tushiring. Bo'ldi. Juda yaxshi. 3-kuni yurdirishadi. Hech qanaqa og'riq bo'lmaydi-da. Mana shu endi sal avaglab turasiz 2 oygacha. 2 oydan keyin o'zi asta-asta xastani tashlashni boshlaydi odam. O'zi bemalol yuraveradi. Men rosa ko'p odamni maslahat berib, meni maslahatimdan rosa ko'p odam operatsiya qildirdi. Qo'shnilarimdan qildirdi 2 kishi operatsiya. Qildiringlar, falinglarga e'lanib. Endi men o'zim qutuldim-da azoblardan. Alloh martabalaringni baland qilsin. Ilohim menaqa kasallarning hammasini dardiga shifo bersin. O'ynab kulib yursin hamma. Allohu akbar.